Rasulullohga tanlash imkoni berildi. Allohning huzuriga borishni tanladilar. Endi nima qilamiz? Bu kunni ko'rmay o'lib ketsam yaxshi edi. Rasululloh qazo qilibdilar. Rasululloh o'libdilar. Rasululloh qazo qilibdilar, Umar. Nimalar deyapsizlar, sho'ringiz qurgurlar? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'ldi deganning tili uzilsin iloyim. Yo'q. Bu rost. Mo'minlar onasi Oyshaning uylaridan shu xabar chiqdi. Yo'q dedim. Rasululloh o'lmaganlar. U zot Musa ibn Imron kabi Robbilari bilan gaplashgani ketganlar. Musa alayhissalom 40 kechaga ketib, qavmlari u zotni o'ldi deb o'ylashganda qaytib kelganlar. Rasululloh xuddi Musa alayhissalom kabi qaytib keladilar. Rasululloh o'ldi degan odamning qo'l oyog'ini chopib tashlayman. Alloh sizga taqdir qilgan o'lim sharbatini totdingiz. Alloh sizga ikki o'limni jam qilmaydi. Gapimni tushunmayapsizlarmi? Tilingizni tiying. Kimda kim Rasulullohni o'ldi desa, savalayman. Biroz jim tur, Umar, quloq sol. Bu odamlar nima deyotganini eshitmayapsizmi? Ular munofiq bo'lib qolishdi. Quloq solinglar odamlar. Bandalari ustidan hukmron bo'lgan Allohga hamd bo'lsin. Xaloyiq, kimda kim Muhammadga ibodat qilgan bo'lsa bilingki, Muhammad o'ldi. Kimda kim Allohga ibodat qilgan bo'lsa bilingki, Alloh tirik, hech qachon o'lmas. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Muhammad ham bir rasul xolos. Undan oldin ham rasullar o'tgan. Agar u o'lsa yoki qatl qilinsa, orqangizga qaytasizmi? Kimki orqasiga qaytsa, Allohga hech qanday zarar keltira olmas. Va Alloh shukr qiluvchilarni albatta mukofotlar. Ashoblaringiz sizga jonin bog'ladi. Oshiqlaringiz sizga qalbin bog'ladi. Sizsiz yashamoqqa toqat